aytyaptiki 5 dan 32 gacha bo'lgan natural sonlar. 5, 6, 7 va hokazo 32 gacha bo'lgan natural sonlar ko'paytirmasi 3 ning qanday eng katta darajasiga qoldiqsi bo'linadi. Demak, mana shuni 3 ning eng katta darajasiga qoldiqsi bo'linishi uchun shunda 3 qancha qatnashgan, shuni bilishimiz kerak. Mana shu 5 dan 32 gacha bo'lgan sonlar ko'paytirmasida 3 qancha qatnashgan. O'shani bilib olsak, demak 3 ning o'shancha darajasiga bo'linar ekan qoldiqsi deb aytishimiz mumkin. Misol mana shu yerda 36 da 3 qatnashgan bo'lsa ko'paytirmasi. Demak 3 da 36-siga qoldiqsi bo'linadi deyishimiz mumkin-da biz. Qaytaraman, 36 da 3 qatnashgan bo'lsa ko'paytirmadi. Demak 3 ning 36 da 3 ning 36 darajasiga qoldiqsi bo'linar ekan deyishimiz mumkin. Endi xo'p, sanasak ham bo'ladi. Buni boshqa yo'li ham bor. Misol n faktoriyalda a tub soni n faktoriyal degani nima degani? 1 dan boshlab n gacha bo'lgan natural sonlar ko'paytirmasi. Shu n faktoriyalda a tub soni bu a tub son qancha qatnashganligini bilish uchun formula bor. N taqsim a plus n taqsim a ni kvadrati plus n taqsim a ni kubi bo'lib ketaveradi. Plus va hokazo ketaveradi. To'rtburchak qavs mana shu kasrni, bunga bo'lgandagi nisbatni butunini ol deyapti. Butunini olish degan ma'noni bildiradi to'rtburchak qavs. Xo'p, endi 32 faktoriyal deylik. 32 faktoriyal nima degani? 1 dan boshlab 32 gacha bo'lgan sonlar ko'paytirmasi. Shu sonlar ko'paytirmasida 3 tub soni qancha qatnashgan? Shuni bilish uchun hozir men to'g'rilab olamiz. 1 dan boshlab deymiz, keyin bitta 3 chiqarib olamiz. To'g'rimi? Bitta 3 borda 1 dan 5 gacha, to'g'rimi? Bitta 3 chiqarib olsak, keltirib chiqarib olamiz. Uning uchun biz 32 faktoriyalda 3 tub soni qancha qatnashgan? Shuni bilib olaylik. Demak, boshladik. Bilish uchun 32 faktoriyalda 32sini bo'lasiz 3 ta o'ziga. Va nima qilasiz? Butunni olasiz. Plus 32 ni yana bo'lasiz 3 kvadrati 9 ga bo'lasiz. Plus 32 ni bo'lasiz nimaga? 3 ni kubi 27 ga bo'lasiz. A ni kubi plus bo'lasiz nechiga? 81 ga bo'lasiz. 3 A'ga butun chiqmaydi to'ppa-to'g'ri. Yozib o'tirish shart emas. Demak 32 ga bo'lganda 10 butun bor. 10 butun kerak. Plus 30 ga 9 ga bo'lganda 3 butun bor. 3 butun bor. 1 butun bor. Jami qancha butun bo'ldi? 14 ta bo'ldi. Bunimi? Mana shu ko'paytirmada 14 3 qatnashgan ekan. Mana unda 14 3 qatnashgan ekan. Lekin bitta 3 5 dan 5 gacha bo'lgan sonlar ichida bitta 3 bor edi. O'sha bitta 3 chiqarib olsak qancha qoladi? Shu ko'paytirmada 13 ta 3 qatnashgan ekan. Shunda 13 ta 3 qatnashgan ekan. Bu degani mana shu ko'paytirma 3 ni 10-siga qoldiqsi bo'linadi. Chunki 13 ta 3 qatnashyapti-da unda. Ortiq 3 yo'q. Bu degan 13 ta 3 ko'paytirmasi bor deganimi? Ya'ni 3 ta 13-siga mash qoldiqsi bo'linadi degani. Tepada ko'paytirma. Tushundingizmi? Demak, xulosa n faktoriyalda a tub soni qancha borligini bilib olishimiz kerak. Bilganimizdan keyin o'sha a tub sonni o'sha darajasiga qoldiqsi bo'linadi yozib qo'yamiz. A tub sonining o'sha darajasiga qoldiqsi bo'linadi yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Nima deysiz, Namirullo? 13 bo'ladi javob. Sanasiz ham bo'ladi mana. Xo'p, 6 da bitta 3 bor 6-da, to'g'rimi? 2 ku. 9 da 2 3 bor. 3 kvadrati bor 9 da. Xo'p, 12 da bitta 3 bor. 15 da ham bitta 3 bor. To'g'rimi? 18 da 2 3 bor. 3 kvadrati bor-da. To'g'rimi? 21 da bitta 3 bor, 3 kare 7. 24 da ham bitta 3 bor. 27 da 3 3 bor. 3 kubi-yu. Keyingisi nechi? 30 da ham bitta 3 bor. Bo'ldi. Sanaymasdan 13 ta 3 chiqadi hozir. Bitta, 3 ta, 4 ta, 5, 7, 8, 9, 10. O bilan nechta bo'ldi? 13 ta bo'ldi. Bunaqa sanagandan ko'ra, mana formulaga qo'yib qo'ysangiz, deb chiqadi. Demak, n faktoriyalda a tub soni qancha qatnashganligini bilish formulasi a tub son bo'lishi kerak. O tub bo'lmagan son bo'lmasa bo'lmaydi. Bor. Ko'p bunaqa misollar. Sonlar. Demak, n bilan qanaqa sonlar ekan? N bilan n natural sonlar ekan. Natural sonlar tengligini qanoatlantirilsa, n plus n ni toping deyapti ekan. So'roq. Xo'p, agar n natural son bo'ladigan bo'lsa, mana bu ham n. Natural son bo'ladigan bo'lsa, bular qanaqa sonlar bo'ladi mana? Ratsional sonlar bo'ladi. To'g'ri, mana kasr bo'lishi ham n natural bo'lganda
Lekin ratsional bo'lishi aniq. Ratsional son degani ildizdan chiqadigan son. Ildizdan chiqmaydiganlar irratsional sonlar deyiladi, to'g'rimi? Demak, bular uchalasi qanaqa sonlar bo'ladi? Ratsional bo'lishi aniq. Bu ham natural, mana u ichki butun chiqadi, bu ham ratsional son chiqqanligidan ratsional sonlar yig'ini sayilmasa ratsional bo'lishi aniq. Lekin mana u en natural bo'lgan paytda bu nima bo'ladi? Bu ham ratsional bo'ladi. Ratsional kara irratsional 100% irratsional. Irratsional plus ratsional, irratsional teng 0 bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Bo'lmaydi. Xo'p, qachon teng bo'ladi? Qachonki bu ham ratsional chiqsagina teng bo'ladi. Tushunarli? Mana u ratsionalga ratsional keyin 0 bo'lishi mumkin-da. Qachonki shu ratsional chiqadi, keyin teng bo'lishi mumkin. Endi qachon ratsional chiqadi? Irratsionallik yo'qolganda. Yo'qolish uchun mana 0 bo'lishi kerak. Boshqa payt yo'qolmaydi irratsionallik. Ildizosi bo'lmaydi hech qachon mana. Bo'lishi mumkin ildizosi uchun. Irratsional chiqishi kerak mana endi. Endi shundan son bo'lishi kerakki, ildizosi bo'lish uchun bunaqa qiymati yo'q, natural qiymati. Demak, bu 0 bo'lganda irratsionallik yo'qoladi. Keyin 0 chiqishi mumkin, boshqa payt 0 chiqmaydi. Shuning uchun n net ekan deysiz, n 4 ekan. 4 bo'lishi majbur endi. Shuning uchun n 0 ni 4 qo'yib chiqamiz. To'g'rimi? 4 qo'ysak 0 bo'lib ketdi mana, to'g'rimi? 4 qo'ysam 16, minus 4 qo'ysam 4 kare 6 24. Plus 4 qo'ysam 4 kare 23,5 94 bo'ladimi? U m ekancha 23 o'ndan 5 m teng 0. Ana shu tenglamadan n topib beramiz. Xo'p, 0,5 m teng nechi? 16. Minus tanida aql plus bo'lib. M teng nechi ekan? 8 mi? Bir taqsim 2 haqi ko'payadi-da. 32 bo'ladi. Qaysinga? Ishlamadik? Yo'q, aytyapti, men natural sonlar deyapti. Natural sonlarni qo'yganingizda ratsional chiqadimi? Ratsional son degani natural sonlar ham, butun sonlar ham, kasrlar ham hammasi ratsional son. Ya'ni ratsionallik sharti ildizdan chiqadiganlar hammasi. Demak, bular ratsional hammasi. Endi mana irratsional bo'lib tursa, ratsional plus irratsional 0 bo'lishi mumkinmi? Yo'q, 0 bo'lmaydi. Ildiz yo'qotib, shu ildiz bo'lishi edi bu tomon ham. To'g'rimi? Ildiz bo'lmayapti-ku bu. Yo'qolmaydi, 0 bo'lmaydi bu degani. 0 bo'lish uchun bu ham nima bo'lishi kerak? Ratsional bo'lishi kerak. Ratsional bo'lishi kerak. Bo'lish uchun n 4 bo'lishga majbur. Tushundingizmi? Qaysi 18 o'qitdim. 3 xonali son. Endi o'zi 3 xonali son yozib olish ham mumkin. 3 xonali son yozib olish ham mumkin. Namirulloh qanaqa qilib? Hop, 100 lar raqamidagi son kara 100 plus 10 lar xonasidagi raqam kara 10 plus 1 lar xonasini shunaqa kengaytma qilib yozib olish ham mumkin. Misol 345 bo'lsa 300 plus 4 kara 10 plus 5 qilib yozib olish mumkinmi? 345 chiqaveradi. Shunaqa qilib yozib olsak bo'ladi. Mana shu shunga teng. Endi mana aytayapti 18-misol sharti 3 xonali sonning birlar xonasi ikkita orttirildi. Birlar xonasi qaysi edi? S midi? S ni ikkitaga orttirdik mana. Hop, S ni ikkitaga orttirsak S plus 2 o'nlar xonasi 4 taga kamaytirildi. O'nlar xonasi B midi? 4 taga kamaytirildi. To'g'rimi? Mana S plus 2 bu B minus 4. Keyin oxirgisi 100lar xonasi 3 taga 3 ta orttirilyapti. 100lar xonasi A midi? 3 taga orttirildi. Mana shu ham nima endi? 3 xonali sonda bu ham. Bunda sonning qiymati qanday o'zgaradi? Bunda sonning qiymati qanday o'zgaradi? Yo, mana shu oson yo'li. Oson yo'li. Barobar. Xo'p, yana o'sha A plus 3 ko'paytiruv 100 qilasiz. Bu 100lar xonasidagi raqam kara 100 plus 10lar xonasidagi raqam kara 10 plus 1lar xonasi qilib yozib olib, kengaytma qilib yozib olsa bo'ladi. Shundan buni ayirib olsangiz qanchaga o'zgargani kelib chiqadi. Agar bundan buni ayirsak minus 200 bo'ladigan bo'lsa, demak mana shu o'zgarishlardan keyin mana berilgan son 200 ga kamaygan bo'ladi. Agar bundan buni ayirganimizda plus 200 bo'lib qoladigan bo'lsa, misol uchun, to'g'rimi? Demak, bundan buni ayirganimizda 200 bo'lib qolganligidan, demak, shu o'zgarishlar sababli 200 ga ortgan bo'ladi. Yoki kamaygan bo'ladi. Shuning uchun bundan buni ayiramiz. Xo'p, A kari mana 100 A degan, to'g'rimi?
100a plus 300 deganimi? Plus 300. Plus 10b minus 40 deganimi? Plus s plus 2. Endi bundan buni ayirib olganimizda 100a yo'qoladi. 10b ham yo'qoladi va s ham yo'qoladi. Faqat misollar o'zi qolyaptimi? Hisoblab beradigan bo'lsa 300 minus 40 260. 262 ga o'zgaryapti ekan. Bu degani shu o'zgarishlardan keyin berilgan mana shu son avvalgisiga qaraganda 262 ga ortyapti ekan. X kub hadni x kvadrat plus 2 ga bo'lganda 5, x kvadrat plus 1 ga bo'lganda 7 qoladi. Shu kub hadni x4 plus 3 x kvadrat plus 2 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyapti. Demak, px kub hadni, px x li kub had degani x li 32 kub hadni x kvadrat plus 5 ga bo'lganda plus 2 ga bo'lganda plus 2 ga bo'lganda 7 qolyapti ekan, to'g'rimi? 7 qoladi. Qanaqadir m butun chiqsin. Xo'p, demak bu px kub hadda bunga bo'lganda m qanaqadir ifoda chiqadi bo'linmasi, qoldig'i 7 ekan. Ya'ni o'sha px kub hadni x kvadrat plus 1 ga bo'lganda-chi 7 qolar ekan. Bundan 7 ekan. Mana 5 ekan mana, uzr. 5 qolyapti, 7 qolyapti ekan. Qanaqadir n ifoda bo'linmasi n ifoda bo'lsa, yoki n butun son bo'lsa. Endi shu px kub hadni x4 plus 3x kvadrat plus 2 ga bo'lgandagi qoldig'i nima deyapti? To'g'rimi? Qoldig'i nima chiqadi? Shuni topishimiz kerak. Qoldig'i hop qanaqadir k chiqsin, to'g'rimi? Shu k ni topishimiz kerak ekan. O'zi px nima degani? Px bo'luvchi kara bo'linma plus qoldiq degani-da. Bo'luvchi x kvadrat plus 2 kara bo'linma plus qoldiq. Endi px yana nima degani px? X kvadrat plus 1 kara bo'linma plus 7 deganimi? 7 degani. O'zi px nima degani tag'in? Px degani bundan qanaqadir t chiqsin butun son. Hop, ya'ni x4 plus 3x kvadrat plus 2 bo'luvchi, ana px ni bunga bo'lganda t qanaqadir ifoda bo'linma bo'ladi. K qoldiq bo'ladigan bo'lsa, bo'luvchi kara bo'linma plus qoldiq bo'ladi. Buni ko'paytiramiz. Mana shu tenglamani ko'paytiramiz. X kvadrat plus 1 ga. To'g'rimi? Buni ko'paytiramiz. Nimaga? X kvadrat plus ko'paytiramiz kiga. Ko'paytirsak nima bo'ladi? Xo'p, px ga ko'payadi mana, to'g'rimi? X kvadrat plus 1 ko'payadi px ga. Ag'iga ham ko'payadi. X kvadrat plus 1. Demak, x kvadrat plus 1 kara x kvadrat plus 2 kara m plus 5 x kvadrat plus 5 deganimi? Ko'payadi. Endi mana shu x kvadrat plus 2 bunga ham ko'payadi, bunga ham ko'payadi. Hop, x kvadrat plus 2 kara px tag'in teng x kvadrat plus 1 kara x kvadrat plus 2 kara n plus 7 ga ham ko'payadigan bo'lsa 7 ga ham 7 x kvadrat plus 14. 7. 14 2 diyor ekancha. 14 bo'ldi. Endi biz mana shu sistema qilib turib shuni pastdan tepani ayirib olamiz. Pastdan tepani ayirib olsak, hozir bundan buni ayirganimizda px qoladi. Chunki px kara x kvadrat yo'qoladi. Bunda ikkovsi ham bor-ku. Keyin bunda 2px bor, bunda 1px bor. 2px dan 1px ayirsa px qoladi deganimi? Demak, bundan tepadan pastdan tepani ayiramiz. Shuning uchun 2px dan 1px lar yo'qolib, bitta px o'zi qoladi. Xo'p, endi bu ikkovsini ko'paytirmas bilan buni ko'paytirmas bir xilligidan bu mana unga teng bo'ladi. To'g'rimi? Shuni ikkovsini ayirayotganimizda, bundan buni ayiryapman-ku. Tashqariga chiqarib qo'ysam, x4 plus 3x kvadrat plus 2 ga tengda. Mana shu ikkalasini ko'paytirmas. To'g'rimi? Shunga teng. Shuni bundan buni ayirayotgan paytimda shu ikkovsini tashqariga chiqarsam, ichkarida n minus m qoladi. To'g'rimi? Mana n minus m qoladi. Xo'p, endi
plus bundan buni ayirganda 2x kvadrat 14dan 5 tashlasa necha qoladi? 9 qoladi. Endi qarab turing. Px ko'p xatni bunga bo'lganda mana bu butun bo'linma mana qoldiq qoladi. To'g'rimi? Mana uni shabloni kelyaptimi? Px ni mana unga bo'lganda t qanaqadir butun ifoda chaqoldiq qolyapti. To'g'rimi? Endi shu bilan mana bir xil. Px ko'p xatni bunga bo'lganda mana bu butun qoladi, mana bu qoldiq bo'ladi. Demak, javob nima ekan? Qoldig'imiz 2x kvadrat plus 9 ekan. Nima qilgan, tushundingizmi? Mana bu shablon. Endi bunga bo'lganda mana butun muqolliq qoladigan bo'lsa, shuni kengaytma qilib yozib olish ham mumkin-da. Px degani shunaqa shablonli ham yoki bunaqa qilib olish ham mumkin ekan. To'g'rimi? Bo'luvchi karra bo'linma plus qoldiqni yozib olish mumkin-ku. Mana uni bunga bo'lganda mana uni toping debdi. Px teng o'sha bo'luvchi karra bo'linma plus qoldiq qilib yozib olganimizdan keyin shu mana k'si kerak edi. K'si o'sha necha ekan? Nima ekan? 2x kvadrat plus 9 ekan. Demak, aytayaptiki, px ko'p xat x minus 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, px ko'p xat x minus 3 ga qoldiqsiz bo'linadi degani, buni bunga bo'lganda qanaqadir t butun bo'linma kelib chiqadi, qoldig'i nima chiqadi qoldig'i? 0 chiqadi. Demak, px bunga bo'linyapti ekan degani, Amirulloh, px ni bunaqa ko'paytiruvchisi bor degani. Px shunaqa x ifodaki, shunaqa ko'paytiruvchisi bor degani. O'shancha bo'linyapti-da. Misol uchun 36 4 ga bo'linadi-yu. Qayerdan 4 ga 9 4 ko'paytiruvchisi borligidan 4 ga bo'linadi. Bu ham bunga bo'linganligining sababi px ko'p xatni x minus 3 ko'paytiruvchisi bor. Mabodo shu x minus 3 ko'paytiruvchisi 0 bo'lib qolsa, hamma yo'l nima qilib yuboradi? 0 qilib yuboradi. Qachon 0 bo'ladi x minus 3? X dan 3 da. To'g'rimi? Demak, x dan 3 da bu ham nima ekan? Bu ham 0 bo'lar ekan. X larga 3 qo'yib yuborsak, ana x lari 0 qo'ysak, 3 qo'ysak necha bo'ladi? 0 chiqar ekan 3 qo'ysak. P3 da 0 chiqar ekan. To'g'rimi? Endi aytayaptiki, P 2x plus 5 mana shu ifoda, P 2x plus 5 mana shu ifoda qaysiga qoldiqsiz bo'linadi? Agar bu ham nima bo'lsa, mana shu 3 ga teng bo'lsa, mana shu ham 3 ga teng bo'lsa, o'shanga qoldiqsiz bo'linadi. Qachon shu 3 ga teng bo'ladi? Nechida? Minus 1 da 3 ga teng bo'ladimi? Demak, x teng minus 1 da bu nima chiqadi keyin? Qo'ysiz mana p 3 chiqadi. Shunda necha bo'ladi? 0 bo'ladi. Demak, bu ifoda x teng minus 1 0 bo'lyapti ekanmi? Bu degani x plus 1 ga qoldiqsiz bo'linar ekan degani. To'g'rimi? Chunki o'sha x plus 1 ga qoldiqsiz bo'linadi. Shu qachon 0 bo'ladi? X teng minus 1 da. Shunda haqiqatda bu 0 bo'lyapti ekan mana. 0 bo'lyapti ekan. Mana minus 1 qo'ysak, P3 teng 0 bo'lyapti ekan. Bu ifoda demak P 2x plus 5 ifoda x plus 1 ga qoldiqsiz bo'linadi. Qoldig'i o'sha paytda nima chiqadi? 0 chiqadi. Tushunarlimi? Hozir aytayapman men, Px ifodani bunga bo'lganda qoldig'i 0 chiqar ekan. Nimaga bunga 0 chiqyapti? Px ifodasi shunaqa ko'paytiruvchisi bor. 36 4 ga bo'lganda 9 chiqyapti, 4 ga bo'linar ekan deyapmiz. Nima 4 ga bo'linadi 36? 4 ko'paytiruvchisi bor. Buni ham shunaqa ko'paytiruvchisi bor. Agar mana shu ifodani shunaqa ko'paytiruvchisi 0 bo'lib qolsa, nima bu? Hamma yo'q 0 chiqadimi bu degani? Teng 0 bo'lib qoladi. Bu qachon 0 bo'ladi? X dan 3 da. Demak, x dan 3 da bu ham nima ekan? 0 bo'lib qolar ekan. Shuning uchun x larga 0 qo'ysam, 3 qo'ysam, nima chiqar ekan? 0 chiqar ekan. Demak, P3 0 ekan deyapman men. Demak, bunda ham P3 0 chiqadi deyapman. Qachon mana shu P3 bo'ladi? X dan minus 1 da ekan. Demak, x dan minus 1 da bu P3 bo'lib 0 chiqar ekan. Demak, x plus 1 da bu nima ekan? Shu bo'linar ekan qoldiqsiz bunga. X plus 1 da mana bunga bo'linar ekan. Chunki bu qachon 0 bo'ladi? X dan minus 1 da. Haqiqatda bu ham o'sha paytda P3 bo'lib necha bo'ladi? 0 bo'ladi. Banu bunda 0 bo'lyaptimi? 0 bo'lgan paytda. Demak, buni shunaqa ko'paytiruvchisi bor-da. Endi x da shuni ko'paytirish qilishimiz kerak ekan. To'g'rimi? Osonroq usuli belgilashtirib olsangiz osonroq bo'ladi. Biz mana shu x minus 0 o'rnidan 3 z da a deb olamiz. 0 o'rnidan 3 z minus 2 girida b deb olsak, bu nima bo'ladi mana shu? Qo'shsami, ayirsami?
Ayirib olsa, mana ular nima bo'lib ketadi? Yo'qolib ketib, x minus 2 y qoladi. Yo'q. Qo'shib olsak. Qo'shsa bu yo'qoladi-yu. Qo'shsa yo'qoladi. Hop, x minus 2y necha bo'ladi qo'shganimizda? A plus b bo'ladi. To'g'rimi? Bundan min hisob chiqib berish muammo emas u. Min hisob chiqib qo'yamiz. Hop, demak, mana bu a bo'lsa, mana bu b bo'lsa, minus chiqarganimizdan keyin bu a plus b deganimidi? Demak, boshladik. Mana bu a ni kubi ekan, plus b ni kubi ekan. Mana bu minus chiqarganimizdan keyin a plus b nimasi ekan? Kubik. Keyin shuni ko'tarib kubga hisoblaganimizdan keyin a bilan b ni qiymatlarini qo'yib qo'yaveramiz oxirida. To'g'rimi? Barobar ko'tarsa kubga a ni kubi plus b ni kubi minus formulasi a ni kubi plus minus qilib oladi. Minus 3a kvadrati b minus 3ab kvadrat minus b ni nimasi? Kubi. O a kublar nima bo'lib ketdi? Yo'qolib ketdi. B kublar nima bo'lib ketdi? Yo'qolib ketdi. Nima qoldi? Mashq qolyapti. Shuni olib chiqamiz minusdan 3a ni olib chiqadigan bo'lsa, ichkarida a plus b qoladi. To'g'rimi? Endi biz bu yerdan yozaylik. Minus 3 ko'paytirib a imiz. A imiz mana. X minus 0,3 z. Hop, b imiz mana 0,3 z minus 2 y. 0,3 z minus 2 y. Hop, a plus b imiz mana a plus b bunga tengmi? X minus 2 y. Endi minusda shu yerda qoldirgan bo'lishi ham mumkin yoki oxiriga olib kirib kelgan bo'lishi ham mumkin yoki bunga olib kirib kelgan bo'lishi ham mumkin yoki mana bunga olib kirib kelgan bo'lishi ham mumkin minusda. Demak, x da 33-si plus 2a ni x darajasi 21-si plus x da 8-si plus 8 plus 8 mana shu fx ifodada a ning qanday qiymatlarida x plus 1 ga x plus 1 ga qolliqsi bo'linadi. Qolliqsi bo'linadi degani buni bunga bo'lganda qolliq nima chiqadi? Qolliq 0 chiqadi. Demak, qolliq 0 chiqish uchun mana bunga bo'linishi kerak. Qachon bo'linadi? Shu ifodani shunaqa ko'paytirib bo'lsa. To'g'rimi? Keyin qolliqsi bo'linadi. Demak, mana shu ifodani shunaqa ko'paytirib bormi? Shu 0 bo'lganda bu ham 0 bo'ladi bu degani. Bu qachon 0 bo'ladi? X da minus 1 da. X da minus 1 da bu ham 0 bo'ladi deganimi? Demak, qo'yib yuborsa minus 1 da 0 bo'lar ekan deymiz. Qo'yamiz minus 1 da necha bo'ladi? Minus 1 da 33-si minus 1 bo'ladi. Chunki minus 1 tog' darajasi manfiy chiqadi-yu baribir. Shu minus 1 da 33-si minus 1. Hop. Keyingisi nima? Minus 2 plus 1 plus 8 teng 0 chiqadi. 2 teng 2 teng 8. Birlar yo'qolib ketdi. Minus 2 aqot plus 2 bo'lib. 2 teng 8 necha ekan? To'g'ri ekan. Tushunarligi? Hop. Demak, ko'paytirish qilishimiz kerak qanaqa qilib bo'lsa ham tepani ham pastni ham. Buning uchun 2a 4 4a kvadrat va 2 dan 2 ni chiqarib olaman tashqariga. 2 tashqariga chiqarsam ichkarida a4 plus 2a kvadrat plus nima qoladi? 1 qoladi. A kub plus a dan bo'lsa, a ni chiqaraman tashqariga ikkalasidan. Chiqarsam a ni kvadrati plus 1 qoladi. To'g'rimi? Pastdan 2a kub bilan 2 dan 2 ni chiqaraman tashqariga. To'g'rimi? Shuni chiqarsam a ni kubi minus 1 qoladi. Bundan minus a chiqarsam tashqariga plus a qoladi, minusdan nima qoladi? 1 qoladi. Shuni endi nima qilamiz? Ko'paytirish qilyapmiz mana. Mana uning ichida mana bu borda hozir to'g'rimi? A kub minus 1 ichida buni mana bu bor. Kub kublar ayirmasiga tushadi. 100% shunaqa ko'paytirishi bor. Hop, ikkala mana nima deyapman? Tepadagi 3 xat a ni kvadrati plus 1 nimasi? Kvadrati. Plus a kare a ni kvadrati plus 1. Mahrajda hop 2 ko'paytiruv a minus 1 formulaga qo'yapmiz. Davomi nima? A kvadrat plus a plus 1 to'g'ri. Minus ya'ni o'sha a minus 1 barobar. Ikkalasidan olib chiqamiz a kvadrati plus 1 ni. Olib chiqsak, bitasi qoladi. O'sha bitasidan buni ko'paytiramiz. Ya'ni 2a kvadrat plus 2 qoladi. Plus meda nima bor? Plus a bor. Bundan ham olib chiqamiz nimani?
A minus 1 dan olib chiqamiz tashqariga. Olib chiqsak, ichkarida 2 karra mana qolyapti, minus 1 qolyapti. Demak, 2 karra bu 2a kvadrat plus 2 plus 2 minus 1 bilan plus nima degani? 1 degani. To'g'rimi? Qisqarmadimi hozir? Metan olib chiqib ekansa. Ani olib chiqdik-ku. Bitta plus A bormidi bunaqa joyda? A bor edi. Endi A minus olib chiqqanimizdan keyin 2a kvadrat plus 2a minus a bilan a degan. To'g'ri bo'ldimi? Plus 2 ni o'zi bo'ladi. Endi qisqarib ketsa, tepada hop a ni kvadrati plus 1 taqsim nima qoladi? A minus 1 qoladi. A ni 8 plus a ni 4 plus nima? 1 taqsim a ni 6 plus 1. Kimdan chiqdi mana shu misol? Umuman chiqmadimi, hech kimdan chiqdi? Namirulloh. Sizga qarayapmiz. Yozyapmiz. A ni 8-si plus 2 a ni 4 plus 1 minus a ni 4 qilib yozib olsa bo'ladimi? Bu a ni kvadratini kubi plus 1 da kubi formulaga tushadi. Xo'p, tepadagi mana bu ifoda nima degani? 3 xat a4 plus 1 da house kvadrati, to'g'ri. Minus a4 a kvadratni kvadrat formulaga tushadi. Demak, kublarni yig'ib qo'yadigan bo'lsam, a kub plus b kub. Aha. Keyingisi a 4-si. Aha. Plus 1, to'g'ri. Qaranglar. Hop, demak, buni formulaga qo'ysak, a 4-si plus 1 minus a ni kvadrati, a 4-si plus 1 plus a ni nimasi? Kvadrati. Mahrajda a ni kvadrati plus 1 va a ni 4-si minus. Bu mana bilan bir xilmi? Yo'qolib ketdi, o'zi qisqarib. Bo'ldi menimcha. Bu yana yo'q. Ashyo bor ekan? Ha, bo'ldi bo'lmasa. Ko'ramiz. Demak, 47-misol aytayaptiki 0.128 taqsim shuni topishimiz kerak ekan. Ya'ni bu yerdagi bo'lsa b ni toping deyapti. Xo'p, 0.1000 dan 128 nima degani? Xo'p, 128 taqsim 10 ming emas, 10 mingdan ekan. Ya'ni 128 taqsim nima degani? 10.000. 10.000 degani nima degani? 14-si. 128 2 ni nimasi? 7-si. Ko'paytiruv. 125 degani 125 taqsim 1000 o'zi. Shuni 1000 taqsim o'zi mana 1 taqsim 8 to'g'rimi? 1 taqsim 8 bo'lib chiqadi tepaga. Faqat bu nima edi? Ildiz osti edi. Chunki bo'lishda ko'paytirish qilyapman, almashtirib. Hop, barobar 2 ni 7-si taqsim 2 ni 4-si kara 5 ni nimasi? 4-si. Chunki 10 ni 4-si, ya'ni 2 kara 5 4-si, 2 kara 5 4-si, 2 ni ham 4-si. 5 ni ham 4-si deganimmi? 5 ni ham 4-si. Kara 2 ni kubi bo'lsa, 2 ni kubi, 2 ni 3 taqsim nimasi? 3 taqsim 2-si. Hop, qisqarib ketsa nima qolyapti? 2 ni 3-si, 2 ni 3-si kara 2 ni 1,5-si. Ya'ni qo'shilsa 4,5 bo'ladimi? 4,5 kara 5 ni nimasi? 5 ni minus 4-si bo'ladi. Tepaga olib chiqib qo'yapman, darajaga minus qo'yib. Minus 4-si teng shu nimaga endi? Mana shunga tengmi? 2 ni a plus 5-si kara 5 ni a-si. Mana teng bo'lish uchun a teng bo'lish kerak minus 4 ga majbur. To'g'rimi? Shu teng bo'lishi bir xil asosiylar darajasi bir xil bo'lishi kerak. Keyin teng bo'ladi, bo'lmasa teng bo'lmaydi. A minus 4 bo'lgandan keyin minus 4 bo'lsa b minus 4 deganimi? B minus 4 teng bo'lishi kerak nimaga?
4,5 ga. B necha ekan? 8,5 emasmi? Hop, boshladik. Alohida yozib olamiz. Pastga, to'g'rimi? Alohida yozib olsak, 5 darajali ilzosida 4, 5 darajali ilzosida 4, 5 darajali 4lar chekis ketyapti ekan. Shuni biz A deb olsak, mana o'zi A ga teng bo'lgandan keyin o'zi bilan bir xil bo'lgani ham chidaydigan nima degani? A degani. Chunki bu bitta kamayib bo'lgani bilan o'zgarmaydi, ketma-ketlik. Shuning uchun o'zi bilan ichidagi bittasi, bitta keyingilari hammasi bir xil. O'zi A'mi, ichidagi undan keyingi o'zi bilan bir xilligi ham A ga teng deysiz. 5 darajali ilzosida 4 ko'paytiruv mana shu A ga teng. Teng nima? A. Ko'taramiz ildiz yo'qotish uchun 5 darajaga ko'tarsak, 4 ko'paytiruv A teng, A nimasi? 5-inchisi. Xo'p, A 0 bo'lmaydi hech qachon, to'g'rimi? Bular musbat sonli ko'paytirmas 0 bo'lishi mumkinmi? 0 bo'lmaydi. To'g'ri, 0 qo'ysa ham teng bo'ladi. Lekin 0 ildizi olinmaydi. Shuning uchun A ga bo'lib olaverasiz. A ni 4-inchisi teng nimaga? 4 ga. A necha ekan? 4 darajali ilzosida 4 degani yoki ilzosida 2 degani. O'zi mana shu plus minus bo'lishi kerak. Lekin minus olmaymiz, chunki musbat sonli ko'paytirmas manfiy ham bo'lmaydi-da. Plus minus bo'lishi kerak, lekin manfiy bo'lmaganligidan shuni o'zi bo'ladi. Ani nima ekanligi chiqdi. Tepadagini A dedik. Uni nega qo'yamiz mana shu narsani hozir, to'g'rimi? Pastdan ishlaymiz. Hop, 5 darajali ildiz ostida 2 bo'luv, 5 darajali ildiz ostida 2 bo'luv, 5 darajali ildiz ostida 2 bo'luv ketyapti ekan. To'g'rimi? Shuni biz nima deymiz endi? B deb olamiz. O'zi bilan ichidagi bitta keyingilari bir xilligidan o'zi B bo'lsa, ichidagi ham mana shu ham B degani, to'g'rimi? Hop, 5 darajali ildiz ostida 2 bo'luv B degani. Teng nima? B. Yana ko'taramiz nimaga? 5-inchiga ko'tarsak 2 bo'luv B teng 5 ni nimasi? 5-inchisimi? Bo'luv B aqib o'tadi. B ni 6-inchisi bo'ladi, keyin 2. B necha ekan? 6 darajali ildiz ostida 2 ekan. To'g'rimi? Ana endi qo'yamiz. Xo'p, tepadagi A edi, shu necha ekan? Ildiz ostida 2. Pastdagi 6 darajali ildiz ostida 2. Shuni nimasi? Minus 3 taqsim 5-inchisida. 3 taqsim 5-inchisi. Xo'p, bu o'zi 2 ni 1 taqsim 2-inchisi degani. Pastda 2 ni 1 taqsim 6-inchisimi? 1 taqsim 6-inchisini nimasi? Minus 3 taqsim 5-inchisi ekan. Barobar. Asosiy bir xil bo'lish nima qilinadi? 1 taqsim 2 dan 1 taqsim 6 ayriladi. Shu nimasi? Minusdan 3 taqsim 5-inchisi. Ayrilsa necha bo'lyapti ayrilsak? Hop, 2 ni 1 taqsim emas. 1 taqsim 3-inchisi bo'lyaptimi? Chunki 6 o'zi mahraj bo'lgandan keyin 2 bo'lsa 3 minus 1 2 2 taqsim 6 1 taqsim necha bo'ladi? 1 taqsim 3 bo'ladi. Shuni nimasi keyin? Minusdan 3 taqsim 5-inchisi. Barobar. Xo'p, endi darajasi o'zaro ko'payganda ular qisqarib turib 2 darajasi 1 taqsim 5. Faqat minusdan qoladi, to'g'rimi? Minus yo'qotish uchun nima qilasiz? 1 taqsim qilasiz. 1 taqsim 5 ildiz ostida 2. Endi savol irratsionaldan qutqaring deyapti mahrajini. Qutqarish uchun biz tepaga ham pastga ko'paytiramiz. 5 darajali ildiz ostida 2 ni 4-inchisiga ko'paytiramiz tepaga ham pastga. Keyin bitta qilganimizdagi 2 ni 5-inchisi bo'ladi-da, keyin ildiz yo'qoladi. Ko'paytiryapmiz pastga mana shu narsani tepaga ham xuddi shuni ko'paytirishga majburmiz. 5 darajali ildiz ostida 2 ni 4-inchisi tepaga ham ko'payadi. Ko'paygandan keyin tepadagi ifoda 5 darajali ildiz ostida 16 degani, pastdagi 5 darajali ildiz ostida 2 kar 2 ni 4-inchisi 2 ni 5-inchisi bo'ladi-da, bundan nima chiqadi? 2 chiqadi.